Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda GitHubga SSH keygin VS Code'ning SSH keygini ulashni ko'rib o'tamiz. Biz o'tgan videomizda GitHub akkaunt yaratgan edik. Endi settings bo'limidan mana bu joyda access degan joyda nima inglizchani daraja yaxshi aytolmayman. SSH hash and JPG case degan joyi bor. O'sha yerga o'tib olamiz. Bu yerdan new SSH key degan joy bor. O'sha yerga key kiritishni hozir ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz dastavval VS Code'ni ochib olamiz. VS Code'ni ochib olganimizdan keyin biz fayl tanlab olamiz. Xo'p, biz qanaqa qilib fayl tanlashni ko'rsatib o'taman. VS Code'da fayl degan joyga o'tamiz. Open Floret, ya'ni papkani ko'rsatib o'tamiz. Men yangi papka ochib, o'sha joyga SSH keyginni yuklamoqchiman. Xo'p, bu yerda SSH deb yozib olaman. Select Floret va papkam tayinlandi. Endi bu yerdan terminalni ochib olaman. Xo'p, endi SSKgen deb yozaman va bu yerdan enter in which to save the key. Bu kalitni qayerga saqlay deb so'rayapti mendan. Mana shu yerga saqlaymi deyapti. Qaysi joyga saqlaymi deyapti. Xo'p, men ha mayli deyman. Enterni bosaman va bu yerdan parol so'raydi. Parol kiritamiz. Xohlagan nimangizni yozsangiz bo'ladi, lekin esingizda qolishi kerak. Bu yerda yozdim. Men hozir klaviaturadan bosib yozdim, lekin bu yerda ko'rsanmaydi yozganimiz. Shuning uchun yozganingizdan keyin enterni bosamiz va qaytadan yana o'sha parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana yaratildi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana shunaqa belgi chiqsa, demak sizlarda yaratildi. Xo'p, endi mana shu faylni ochib olamiz. Xo'p. Ustiga olib borsangiz, Open File in Editor degan joy chiqishi mumkin. Agar sizlarda chiqmaydigan bo'lsa, fayllarga o'tib olamiz va boshda ko'rib olamiz. C-disk ichidagi user faylni AWS papkasi ichida SSH id degan faylimiz bor ekan. O'sha faylga o'tib ko'rib olsak bo'ladi. C-disk user AWS va bu yerdan SSH mana ko'ryapsizlar o'sha faylimiz. Bu yerdan id degan faylni ochib olamiz. Men Notepad ochib oldim va o'sha faylni copyright qilib olamiz va GitHubga o'tib olamiz. New SSH keyga bosamiz va title'ni kiritamiz. Men kompyuterimning nomini kiritaman. Va bu yerda SSH keygini yuklab qo'yamiz. Cases inside you must open the format. Adashibman, uzr. Hozir to'g'rilaymiz. Bu faylni emas. Narigisini ochishimiz kerak ekan. Public degan faylni. Buni copyright qilib olamiz va bundan chiqib ketamiz. Bundan chiqib ketib, keyin bu joyga tashlab add SSH deb bosamiz. Mana you successful added the key. Mana bizning Acer 3, ya'ni bizning VS Code'imiz bog'landi. Endigi keyingi videomizda VS Code'dagi yozilgan kodlarni GitHubga git push terminal orqali git push qilishni ko'rsatib o'taman va yangi repozitoriyalarni o'shanga yuklab borishni ko'rib o'tamiz. Video yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat.